olasiz. Bunda razmer o'lchagan razmerlar bor. Baksangiz o'lchasi bo'ladi. O'lchaysiz. Necha bo'ldi? Taxminan 30 bo'ldi bu yoqda. Shu 30 razmerda kesamiz. Bunu qopchasi prozrachniy bo'lgani uchun ko'rinadi. Bu siz obrazis uchun. Mana keskanda buni ichini chetlariga yonma-yon tushadi. Buni olasizda, plyonkasini yechib olasiz. 22. Ochganingizda chiqadi. Atrofiga qo'yasiz. Hammaga qo'ysak bo'ldi. Yopishtirayotganman. Qilasiz, hamma ushlayapman. Kley yo'q joydan ushlayapman. Yaxshi. Qo'l ko'rinyapti. Yopishtirib olaman. Keyin pastga tepaga qarab ketaveraman. Besh gradusga yopishtirdik. Chunki bemor agar yonboshayotgan bo'lsa, masalan 45 gradus bo'lsa, ko'p osilmaydi. Agar o'tiradigan bo'lsa ham ko'p pastga osilmaydi. Shunda o'rtacha turgan bo'ladi. Xo'p, bu yopishtirgandan keyin mana qo'shimcha kley bor. Buni olasiz. Qopchasiga zakolkasini yopishtirish. Ochganingizdan keyin birinchi pastdagi zakolkasiga qo'yib olinadi.